sizlar? Va nihoyat Xudoga shukr biza uyimizni olib ko'chib oldik. Juda ham charchadim. 2-3 hafta. Lekin kelganimdan beri uy qidirib ham charchadik. Erjonim Xudoga shukr kelib oldilar. Uyga yana juda ham ko'p ishlar bor. Uyimni Xudo xolasa obzorini qilaman. Faqat oxirigacha joylashib olsam yo'llarimiz betonka, endi meni yo'lim. Yunusobod betonkasida meni ko'rsanglar bo'ladi endi har kuni ertalab. Вот Hasanboydan oldik uchastkamizni. To'liq Xudo xolasa joylashib olsak, yerlashib olsak, joylashib olsak, keyin sizlarga uyimizni obzorini qilib beraman. Shirin tashvishlar albatta bular. Sizlarga ham shunaqa shirin tashvishlarni tilayman. Va Xudo xolasa bundan ham yaxshi uylar Xudo xolasa sizlarga ham nasib qilsin. Men endi hozir uyga o'g'lim adasi bilan uxlab yotibdi. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Bolalar maza qilib hovlida o'ynashyapti. Hozir men ham kiyinib, ularni ham kiyintirib, hammamiz nonushta qilishga boramiz. Abla. Biz bugun mana shunaqa ajoyib, chiroyli joyga zavtrakka keldik. Ko'shabashi degan restoranga keldik. Qaranglar chiroyliligini bu yoni. Va men qancha bu yerda turk restoraniga borgan bo'lsam, eng yoqqani shu bo'ldi. Borganlarim почти ko'piga bordik, nomini aytmayman. Endi kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin assortimenti eng ko'pi peynirlarni asulini har xil nimalari bor ekan, juda ham turlari. Yeyishimchalari shirin, yana nimamda pidelari ham bor ekan, boshqa joylarda yo'q edi misol uchun. Olivkalari вообще shirin. Xullas menga eng ko'p addushi yoqqan mana shu restoran bo'ldi. Не только menga yoqdi. Nonlarini yeb qo'ydik-ku, nonlari ham juda ham svejiy, issiqqina, juda ham mazali edi. Xullas men sizlarga rosa tavsiya qilaman. Addushi kesanglar, haqiqatan juda ham zo'r ekan deb mazza qilib ketasizlar. Mana bachalar bilan keldik mana. Bolalar mazza qilyapti bitta mana. Mana shunaqa materialim bor edi. O'zimizcha kuxnyaga, stolga, dasturxon bilan stulchkalarga chexol qilmoqchimiz. Mana buntaqa yoyib oldik, o'lchab oldik. Endi hozir kesib tikamiz. O'zimizni ko'rsatmaymiz. Faqat ishimizni ko'rsatamiz. Hali tayyor bo'lmadi. Lekin shunda ham chiroyli, ha? Yana proses davom etyapti. Ana. Va vazada gul yetishmayapti stolimizning ustiga, lekin zo'r chiqdi. Modina opajonimni qo'llari dard ko'rmasin. Jon, rahmat. Mana chiroyli qilib tikib berdilar. Ana. Idishlarni taniysizlarmi? Men bu yerda ham sut topdim mahallamizda. Bitta bolakay
menga sut olib kelib beryapti. Faqat shunga qiziqdim. Litrini 14 mingdan sotyaptilar. Menimcha sal qimmatroq sotyaptilar deb o'yladim. Nima deb o'ylaysizlar? Yana ko'chaga chiqib sut narxini so'rashim kerak, bilmayman chunki qancha litri. Lekin sut yaxshi. Mana уже 3-marta olib 5 litrdan qatola qilib qo'yamiz, chunki bizning uyda qatorasi ko'p yinadi. Ovqatlarga qo'shaman, ayronlar qilinadi. Вот, o'shaning uchun yana sizlardan ham so'rayman. Litr uchun 14 ming qimmatmi, normalmi? Sen ne yapıyorsun baba? Ha? Kechqurun shirinlik yegimiz kelib qoldi, shu desanglar. Strawberry House'dan mana shunaqa shirinliklar yuborishdi. Qaranglar, mazza. Upakovkalari ham dahshat. Shokoladda mana shunaqa yagidalar. Va bundan tashqari mana bunaqa yangi mahsulotlar kelibdi. Bolalar уже moja qilib yeyishyapti, mana morojniy yeyishyapti. Bu ham morojniy ekan. Mana shunaqa свежий, аккуратный. Suroklarni ham mana qaranglar, свежий, juda ham zo'r. Oy, mana o'zim tez yegilarim kelib ketdi mana. Mana bunaqa fistashkovoy поцелуй. Maza qilib hozir yeymiz. Mana nomerlarini, profillarini yozib qoldiraman. Sizlar ham yaqininglarni mana shunaqa narsalar bilan xursand qilsanglar bo'ladi. Особенно mana bu podarkaga juda ham zo'r narsa ekan. Yoqimli ishtaha bizga. Вот я нашла. Ichida ham bunaqa kichkina morojnichalar bor ekan. Mazza. Ta'di juda ham yoqimli. Вот. Vau, bu nima ekan? Замороженные клубнички. Bitta pasportni stolga boraman deb Mega Planet atrofida 3 marta aylandim. Tavba qildim. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Cho'ta bugun pasportni stolga borishim ozgina stressli bo'ldi. Yo'l topolmayapman. Mana endi to'g'ri yo'ldaman, xudo xolasa. Bugun eski propiskadan o'chib bolalar bilan yangi uyimizni propiskasiga o'tamiz. Xudo xolasa. Eson-omon bugun borib olsak shu pasportni stolga gaz, svet, kommunalkani hammasini sekin-sekin nomimga olishim kerak. Buni qanaqa qilishni lekin bilmayman. Hozir endi postepенно qilamiz. Ozgina qoldi. Pasport stolga yetib kelishimiz, xudo xolasa ishimiz tez bitib ketadi degan umiddaman. Pasport stolga 10da kirdik va 11da mana ishimiz bitdi. 1 soat o'tdi. Ay, endi hozir mashinani yuvdirish kerak. Mashina ужас bo'lyapti. Tak, keyin endi menimcha kommunalkalarni sekin-sekin yana ustimizga olamiz. Nima qilamiz uni? Qanaqa qilsa ekan kommunalkalarni? Biz hozir endi o'g'lim bilan hayajonlanamiz. Siz yaxshi ko'radi shunaqa mo'ykani. Mo'ykada o'g'limga sho'trasa yoqadi, hayajonli. Ko'chada xamir o'ynab yuribdi. Bizning mashinamiz tayyor. Qanchadan beri bu mo'ykaga kelmayotgandim. Boshqa kelmayman. Shunday lattalari sasib yotibdi, aynishibdi. Ужас, uf, mashinani hidi. Mana biz Yunusobod Raygazga keldim. Kadastr bilan hisob raqamimni tashab ketdim. Shunaqa qilinar ekan. Hammasiga bitta borib o'tirishim kerak ekan. Endi ketdik Svetga. Svetni ham hal qildik. Biz suvni ham переоформленияsiga keldik, qaranglar. Bu yerda kimlar bor ekan? Он с тобой болтает. Он с тобой болтает.
Asalligini biladi. Он как ты болтушка. Он с тобой играть хочет. Kelib oldim. Uyla bardak yugur ishlar bilan. Endi hozir bu yonni tez yig'ishtirib tashlashim kerak. 1, 2, 3.